Bugun Health-Tech Hackathonning ikkinchi kunidamiz. Saralangan 30 ta jamoa a'zolari o'z innovatsion startap g'oyalari ustida ishlashmoqda. Har bir jamoa sog'liqni saqlash tizimidagi mavjud muammolarga zamonaviy yechimlar topish kerak bo'ladi. Bunga ularga IT mutaxassislari tomonidan trening mashg'ulotlari ham olib borilmoqda. Sog'lom bo'lish uchun zamonaviy innovatsion yechimlarni topish, yangi g'oyalar ustida ishlash bugun davr talabi. Kasalliklarni erta aniqlash esa jiddiy muammolarni oldini olishga xizmat qiladi. Ana shunday bir paytda foydali va hayotga tatbiq etiladigan startap g'oyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda tashkil etilgan Health-Tech Hackathon doirasida bir guruh yoshlar jamoasi aholi salomatligini targ'ib qilish, kuzatish va sog'liqni muntazam nazorat qilishga qaratilgan loyihalarni ishlab chiqmoqda. Bizlarning proyektimiz Tikardan mana smart soatga arnauli qo'shimcha o'rnatuv orqali insonning denesindagi qand miqdorini turaqli turda analiz etuv bo'lib topiladi. Qurilma yo'q. Soatlarning ortqa bo'limini arnauli sensor datchik o'rnatiladi. Sol orqali siz denesindagi qand miqdorini turaqli real vaqt kesimidagi ko'rsatkichni aniqlashga bo'ladi. Teri ostidagi suyuqlikqa qarab qand ko'rsatkichini aniqlaydi. Qand ko'rsatkichi normadan o'tsa yoki buzilgan taqdirda u avtomatik tarzda vrachingizga xabarlantirib beradi. Bu yerda biz shifokorlar bilan, ya'ni odamlarni, bemorlarni bog'lashni oson yo'lini loyihalashtirdik. Ya'ni bizda bu qanday muammoni oldini oladi? Shifoxonalardagi uzundan uzoq navbatni oldini oladi. Ya'ni siz uyda o'tirgan holda bizani veb-saytimiz yoki platformamizdan foydalangan holda o'zingizni kasalligingizni sun'iy OpenAI ga kiritasiz. U sizni doktor bilan bog'laydi. Ya'ni siz mana shu doktorni mana shu hafta qabuliga yozib qo'yadi. Mana shu hafta ichida bo'sh kuni bor deb siz bo'sh vaqtingizga qarab turib band qilinadi. Agar siz o'sha kuni o'sha joyga bora olmaydigan bo'lib qolsangiz, u ham oldindan atmiyon qilinib, keyingi haftadagi kuni ko'rib beriladi. Shunaqa bog'lanib boradi. Har bir bemorning o'zini alohida kabineti bo'ladi. Kabinetida kasallik tarixlari saqlanib turadi-ku, shunaqa bo'ladi. Jamoalar tayyor loyihalarni shifokorlar, vazirliklar vakillari va texnologiya sohasi yetakchilaridan iborat ekspertlar hay'atiga taqdim etishlari mumkin. Eng yaxshi deb topilgan loyihalarni amaliyotga joriy qilish uchun qo'shimcha imkoniyatlar beriladi. Shuningdek, investorlarga taqdim etiladi.